Ket. O'zbekistonda yagona bo'lgan elektrolabo. Bu laboyimizni salon ichida bitta ko'raylik. Vashti chiroyli. Eng qizig'i tortishlar, rolni qo'yib yuborsangiz, o'zini tutishlari juda yaxshi. Tetrisli ekranlari ham bor. Endi bunaqangi metanda oshirish kuchni keragi yo'q. Shunaqangi labodan bitta dizelli dvigatelni qo'yib turib, gibrid ham elektr ham benzin qilib bosib yuborsalar ham bo'ladi. Aynan bu laboyimizda bir zaryadi bilan 50 kilometrdan 100 kilometrgacha yurasizlar. Generator qo'ysalar to'xtamaysizlar qo'ldan. Ham benzinda, ham elektrda yurasizlar. Maksimal tezligi 71 ga chiqa oladi mana. Hozir ko'rasizlar. Haroratimni yo'q. Tortishlari juda tez. Oddiy labolardan ko'ra ham yumshoq, eng qizig'i shuncha bo'lgan. Xohlagan odamlar uchun rolini xohlasangiz o'ngga, xohlasangiz chapga ham qo'yib beraveramiz. Pechkalari, kobalt kalitlari, zakning kameralari, luklari bor. Hozir endi tashqi jihatini ham bitta ko'rib qo'yamiz sizlar uchun. Tormozlari ham jiddiy tormoz ha. Tormozlar jiddiy tormoz, ashlari qolib ketib qoldi. To'ppa-to'g'ri. Bittada tushadi. Kamdan kam bo'ladi-da. O'zi bu birinchisi bo'ldi shekilli, jiddiy tormoz yo'qmi? Birinchisi. Motorollarda bu birinchisi. O'zidan ko'rib hayratga soldi. Ashi. Mana oldi murdasini bitta ko'ringlar-chi mana. Narxi videoda oxirida akalar bizdan narx naqdga sotiladi, bo'lib to'lash, kredit topgandan beri unday narsalar yo'q. Ko'rinishini qaranglar, jipga o'xshaydi. Oldi temir reshetkalari bor. Oldi amarzatlarni bitta ko'rsatib beraylik aka. Rollari ham yengil aka mana. Qiynalib burib o'tirmaysizlar. Bitta qo'lda o'zi hal qilib berasizlar. Amortizatorni ko'ryapsizlar, ham prujina, ham ristol ishlatilgan. Orqasiga kelsa, orqasi ham mana juda yaxshi. Ya'ni 6 ta akkumulyator, 8 ta amortizator, 1800 talik motor minga, to'rttalik profil, bort uzunligi esa 180 sm ga 130 sm. Balonlari esa 500 ga 12. Eshiklari ham mana hamma yo'g'i aka shumcha qilingan mana. Shumcha qilingan mana. Ishlarni bitta ko'rsatib bering, shumkalarni aka. Shumcha qilingan, tayyor. Bitta olib minberista bo'ldi. Tom bagajlari bor, zatli kameralari bor, pechkalari bor, eshiklari kattasidan qo'yilgan. Xullas, bu Motorolamizni baka yo'qmadi menga, to'g'risi. Baka yo'qmadi. Motorolamizni sizlar olishlaring uchun $2100 naqd chiqardik. Bo'lish narxi kam ko'sti yo'q, bo'lib turish topganda berish yo'q. Xohlagan svetlaringdan yig'ib qilib beraveramiz. Qora dislarmi, oq dislarmi bir hafta 10 kunda tayyor bo'ladi. Zaklat evaziga albatta. Aynan bu modelimiz hozir trendga aylalyapti. Nimaga bir hafta 10 kun desalaring, bizni haftasiga 4 ta diskalatimizdan chiqyapti xolos, boshqa chiqqani yo'q. Ulgutib bera olmayapmiz, chunki katiffasi yuqori, talab kuchli. Oldi ham chiqsa ekan aka. Oldi ham chiqsa ekan aka, u qani. To'g'ri balon ekan. To'yni abes. O'shacha yumshoq o'xshayapti ekan-da. Ha, uni qarang. Abes, vashshi. Qoyil qoldim. Kimga qiziq bo'lsa, Telegramdan yozinglar akalar. Telegramdan ha? Telegramdan yozinglar.